ichki hamma a'zolarga qon yaxshi yetib bormaydi va bundan dardlar boshlanadi. Infarkt, insult, sahar, boshqa hammasi. Nima qilish kerak? Qanday qilish kerak? Odam chiqa olmayapti. Stressdan chiqib ketishni eng oson yo'li va eng zo'r bitta mashq. Uyingizdagi eng kattakan oynani oldiga borasiz. Yelka orqaga, ko'krak qafasi oldinga yuzingizga tabassum qilasizda 5 minut o'zingizning ko'zingizga qarab turasiz tabassum bilan. Ko'zingizdan yoshlar oqyapti, qalbingiz yig'layapti, lekin siz iroda kuchi bilan shunday qarab turib majburiy ravishda kulib turasiz. 5 daqiqa. Kam emas. Qarab tursangiz 5 minut ichida sizning fikringiz o'zgaradi, kayfiyatingiz o'zgaradi. Bu tekshirilgan. Va shuni kundalik ravishda qilib yursa, odam har doim yaxshi kayfiyatda yuradi. Xo'pmi? Mana bu eng oson, tez chiqib ketish yo'li. Yana bitta aytaman, aslo stress holatida ko'p yurib bo'lmaydi. Mana bu aytilgan